Assalomu alaykum qarindoshlar, assalomu tabriki. Mavo radio naq tayning aç. O'xshash bor. Musala xudoyorlarninkini bir yaxshi narsani chiqarmaydi. Bilmamanmi kimlarga ayam bo'lib ketdi, ammo qaranglar, öyküni doklad tayyorlayapmiz, 5-oyda bitadi deganda, mana bu qopab bugun bitib qoptiganligini radioda e'lon qilib qopti. Ko'rdinglarmi? Ya munofiq bo'lgan chaqdimi? Ajoyib munofiq qarindoshlar. Manınğı nima deysizlar mana? Eliqi Uyg'ur, Puyg'ur, ya Baxtiyor Nasir, Go'shmamat To'xti, Enedining pulning to'xtab ketishidan qo'rqdi. Eliqi Maynatlar, ya manınğı nima deysiz hamda? O'kintiq 5-oyda bitadi dokladni e'lon qilamiz deyishyapti. Chiqirib olsanmi bizlarning ichida? Nima deb burun chiqamaysan? O dokladni ko'ramaysiz qani ichidagi ingliz nimalarni yozding, uni nima qilding? Sen Abdullah qizim bizim hojat degan qo'p.